Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Xonqani baliq bozorini narxlarini bir ko'rib beramiz. Urganchniki bilan solishtiramiz. Bir dona like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar kuzatuvchilar. Katta rahmat. 2,5-3 kilo keladigan mayboshlar 35 dan ekan kilosi. 2 kilodan ziyodroq ucharlar bor ekan 60 dan kilosi. Bundayna kichkina qaraslar bor ekan, ko'rib turibsizlar-ku, 10 ming so'mdan kilosi. Hozirgi ko'rgan qaraslardan dim ko'paygan yine. Yurtturuslar 10 ming so'mdan kilosi, bemalol kelaverasizlar. İlan balıklar gelip ilan balıklar bor ekan. 1,5 kilodan boshlanadi, 4 kilogacha bor deydilar, 4 kiloga. 65 ming so'm kilosi. Bu ilan balıklar hammasi yovvoyi deb turibdilar. Bundayna 4 kilodan kattaroq pyostrilar bor ekan, 50 ming so'mdan kilosi. Yine sazanlı dim kattalar, 3 kilodan ziyod 60 ming so'mdan kilosi yovvoyi sazanlar. Pyostriler yine pyostriler 4 kilodan ziyod 50 ming so'm 50'den. Bu ilan balıklar Toshkentdan kelar ekan, Toshkentdan 2,5 tonna aldırdım deb turibdilar. Xonqa balık bozorida bemalol kelib olishlaringiz mumkin. Xohlagancha. 7,5 kilo 111 ming so'm bo'libdi yine.